Assalomu alaykum barchaga. Moskvada nima gaplar? Qorlar tugab qoldimi deganlarga bugun 2026-yil 12-yanvardagi holat mana. Mashinalar hali ham qor orasida, mana qor tagida yotibdi, chiqmay. Mana bu holatlar. Bundan ham eng zo'r narsani ko'rsataman sizlarga. Videoni o'tkazib o'rmay ko'rib turinglar-da. Mana bu Petyorchka magazin, hozir kiraman, ko'rsataman sizlarga. Ketdik. Mana magazinga kirib oldik, hozir kamerani burib ko'rsataman sizlarga. Mana o'zbek, qirg'iz, tojik aka-ukalarimizni o'rniga kimlar ishlayapti, bir ko'ringlar dedim. Можно купить сигареты? Здравствуйте, какие сигареты? Winston Style. А документы с собой есть? У меня, к сожалению, нету. А у вас есть? У меня? Да, у вас. Нету у меня с собой. Нет. Как так-то у вас нету? Серьезно? Ну, Как вы здесь работаете без документов? Я забыл дома. Серьезно? Смотрите, 18 плюс. Пока, до свидания. Ладно. Можно сигареты? Какие сигареты вам? Winston. А документы, паспорт есть? Права Право, какая право? от вертолета. Вертолета? Mana do'stlar, magazindagi holatlarni ham ko'rdinglar. Shu bir narsaga hayron qolib, shu videoni ko'rsatyapman-da sizlarga. Bizni o'zbek, tojik, qirg'iz aka-ukalarimiz kelganiga bu 10 yil, 15 yil, pashti 20 yil bo'ldi. Juda ham kamchilik shu kassalarda o'tirganini ko'rganman-da, lekin bular kelganiga hali 2 oy bo'lib ulgurmasdan turib kassalarga chiqib o'tirib olyapti-da. Nima bularning shoqi bormi deyman-a? Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar.